Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun yer huquqi fanimizdan navbatdagi ma'ruza mavzusini ko'rib chiqamiz. Ma'ruzamiz yer huquqi manbalari deb nomlanadi. Ma'ruza mavzumiz quyidagi ikkita rejani o'z ichiga olgan. Birinchi reja yer huquqi manbalari tushunchasi va ularning umumiy tavsifi. Ikkinchi reja O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyat hokimiyatlari qarorlari yer huquqining asosiy manbasi sifatida deb nomlanadi. Manba so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, tarixiy jihatdan ham bu so'zga juda ko'p murojaat etilgan. Resurs deb qaralayotgan har bir moddamiz ma'lum bir asosdan tashkil topgan. Uning asosi manba deb ham yuritishimiz mumkin ekan. Manbalar, tarixiy manbalar o'tmishda odamzod qo'li bilan bunyod etilgan tarixiy izlarni o'zida aks ettiruvchi, kishilik jamiyatini o'rganish imkoniyatini beruvchi yoki hozirgi kungacha saqlangan har qanday osor-u atiqa yozma manba bo'lishi mumkin, ma'naviy, e'tiqod, urf-odat va qadriyatlarni o'z ichiga oladi. Yer huquqi manbasi to'g'risida gapirib o'tadigan bo'lsak, fanimizning nomidan ham aytib o'tiribdiki, huquq, ya'niki huquq bo'lgandan keyin uning asosiy manbasi qonunlar, qonun osti me'yoriy hujjatlar, bosh qomusimiz bo'lgan konstitutsiya va boshqalarni o'z ichiga olar ekan. Jumladan, yer huquqi manbasi bo'lishi kriteriyaga javob berishi kerak yoki 4 ta talabga javob berishi kerak. Ulardan birinchisi vakolatli davlat organlari tomonidan qabul qilinganligi. Bu degani vakolatli, ya'niki qonun qabul qila olish vakolatiga ega bo'lgan tashkilot tomonidan qabul qilingan bo'lishligi kerak. Qonun bo'ladimi, farmon bo'ladimi, farmoyish bo'ladimi, qonun osti me'yoriy hujjat bo'ladimi, barchasi. Keyingisi belgilangan doirada majburiy ahamiyat kasb etishi. Biz qonun deb qaraydigan har bir resursimiz yoki har bitta qonun ko'rinishida majburiy ahamiyat kasb etadi. Demak, uning bajarilish muddati, boshlanish muddati va qanday hollarda bajarilishi kerakligi aytib o'tilgan. Keyingisi yerdan oqilona foydalanish va muhofaza qilish qoida talablarini belgilashi. Albatta, yer huquqi manbasi bo'lgandan keyin bevosita yerdan oqilona foydalanish va muhofaza qilish qoida talablarini o'z ichiga olishligi kerak ekan. Oxirgisi nafaqat yer huquqi manbasi, balki barcha qonun uchun tegishli bo'ladigan talab bo'lib hisoblanar ekan. Ya'niki rasmiy shakl, tuzilish, amal qilish muddatlari va boshqa atributlarga ega bo'lishligi kerak deyilyapti. Nafaqat yer to'g'risidagi qonunlar, balki barcha qonunlarni olib qaraydigan bo'lsak, unda rasmiy shakl bor, tuzilishi bor, amal qilish muddatlari bor va o'zining xarakter xususiyatidan kelib chiqqan holda boshqa ko'rinishlari ham mavjud ekan. Yer huquqining manbalari deyilganda yerga oid munosabatlarni tartibga soluvchi qoida talablardan iborat bo'lgan yerdan oqilona foydalanish hamda muhofaza qilish, tuproq unumdorligini tiklash va oshirish, tabiiy muhitni asrash va muhofaza qilish, yuridik va jismoniy shaxslarning yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarini himoya qilishni ta'minlash bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga xizmat qiladigan normativ huquqiy hujjatlar tushuniladi. yer munosabatlarini tartibga soluvchi
konstitutsiyaviy qoidalar, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hamda Vazirlar Mahkamasining farmon va qarorlari, maxsus vakolatli davlat boshqaruv organlarining me'yoriy hujjatlari yig'indisi yerga oid qonunchilik hujjatlar tizimini tashkil etadi. Yer huquqining manbalari keng qamrovli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishi uchun ham ularni quyidagicha tasniflashimiz mumkin ekan. Endi yuridik kuchi bo'yicha manbalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ikki turga bo'lib o'rganar ekanmiz. Birinchisi qonunlar, qonun osti me'yoriy hujjatlar. Qonun va qonun osti me'yoriy hujjat bir-biriga yaqin bo'libgina qolmasdan, bir-biridan farq qiladigan jihatlari ham bor. Masalan, qonun respublika bo'yicha qabul qilinadigan bo'lsa, qonun osti me'yoriy hujjat ma'lum bir hudud uchun yoki ma'lum bir yo'nalish bo'yicha qabul qilinishligi mumkin. Ya'niki, mana shu qonun doirasida. Keyingisi aytayapti, yerga oid munosabatlarni tartibga solish yo'nalishi bo'yicha. Endi qonundan sekin o'zimizni yo'nalishga tushyapmiz, ya'niki yer huquqi bo'yicha. Birinchisi aytayapti, yerlarni muhofaza qilish qonunchiligi va yer resurslaridan oqilona foydalanish qonunchiligi. Bular bir-biriga yaqin bo'libgina qolmasdan, balki bir-biridan farqli jihatlari ham mavjud. Keyingisi huquqiy tartibga solish holati bo'yicha moddiy ahamiyatdagi va protsessual ahamiyatdagi qonunlarga bo'linadi. Keyingisi aytayapti, qonunchilik hujjatlarining qo'llanish doirasi bo'yicha. Endi qo'llanish doirasi deyilganda ma'lum bir hudud bo'yicha olinadi. Hududiy, mintaqaviy, respublika miqyosida va xalqaro miqyosdagi qonunchilik hujjatlariga bo'linar ekan. Yer qonunchilik hujjatlarini quyidagilar ta'minlaydi. Demak, birinchidan aytayapti, tabiatning ustuvor qonunlarini jamiyat, davlat qonunchilik hujjatlari bilan mujassamlashtiradi. Ikkinchidan, yerlarni muhofaza qilish va ulardan foydalanishning huquqiy holatini belgilash va kafolatlashda boshqa huquq sohalari, ya'ni konstitutsiyaviy huquq, ma'muriy huquq, mehnat huquqi, moliya huquqi, qishloq xo'jalik huquqi kabilarning qonunchilik hujjatlari qoida talablaridan unumli foydalanib kelar ekan. Aytayapti bu yerda, yer qonunchiligi hujjatlarni murakkab tizimga ega bo'lib, o'z mazmun mohiyatiga ko'ra biz ularni o'rganish oson bo'lishligi uchun 3 ta asosiy qismga bo'lib o'rganamiz. Ya'niki, birinchisi yer huquqining konstitutsiyaviy asoslari, ikkinchisi yer sohasidagi O'zbekiston Respublikasining qonunlar tizimi, oxirgisi yer sohasidagi qonun osti me'yoriy hujjatlar tizimi. Demak, mana shulardan tashkil topgan. Konstitutsiya to'g'risida gapirib o'tamiz. Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolatli hamda shakllantirish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, shuningdek sud tizimini belgilab beradi. Konstitutsiya barcha joriy qonunlarning asosi bo'lib hisoblanadi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsak, tuzilish jihatidan 6 bo'lim, 26 bob va 128 moddani o'zida mujassamlashtiradi. Qabul qilingan sanasi 1992-yil 8-dekabr bo'lib hisoblanadi. Konstitutsiya davlatchilik belgisidir va bir-biridan fuqarolarni yuridik va haqiqiy faktik konstitutsiya tushunchalari ham bor. Yuridik konstitutsiya ijtimoiy munosabatlar doirasini tartibga soluvchi ma'lum huquqiy normalar tizimi, haqiqiy konstitutsiya esa shunday munosabatlarning o'zi, ya'ni real mavjud munosabatlar. Konstitutsiya o'z shakliga ko'ra kodekslashtirilgan,
kodekslashtirilmagan va aralash turlarga bo'linadi. Kodekslashtirilgan konstitutsiya konstitutsiyaviy xususiyatga ega barcha asosiy masalalarni tartibga soluvchi bir butun yozma hujjat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini ham mana shu turga kiritamiz. Normativ huquqiy hujjat tushunchasi qonunda belgilangan shaklda qabul qilingan umummajburiy davlat ko'rsatmalari sifatida qonun hujjatlari normalarini belgilash, o'zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan rasmiy hujjat normativ huquqiy hujjat deb hisoblanadi. Normativ huquqiy hujjatning 7 ta turlari bor ekan va ular quyidagilar. Birinchisi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, keyingisi O'zbekiston Respublikasining qonunlari, keyingisi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining qonunlari, keyingisi O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlari, navbatdagisi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, keyingisi vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarining hujjatlari va oxirgisi mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari ekan. O'zbekiston Respublikasining qonunlari yer huquqining manbasi sifatida 3 turga bo'lib o'rganiladi. Ya'niki birinchisi umumiy ahamiyatdagi qonunlar, keyingisi maxsus ahamiyatdagi qonunlar va uchinchisi muhofaza ahamiyatdagi qonunlar ekan. O'zbekiston Respublikasining qonunlari yer huquqining manbasi sifatida quyidagilardan tashkil topgan ekan. Davlatning yerga oid siyosatini belgilashda ishtirok etadigan umumiy ahamiyatdagi qonunlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Demak, birinchisi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 1996-yil 29-avgustda qabul qilingan. Keyingisi tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi qonun va o'rmon to'g'risidagi qonun ekan. Bugungi ma'ruzamiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.